E'tibor berayotgan bo'lsanglar, men 2 kundan beri faqat nima deydi, tufli, kablukli va mana shunaqa toshli oyoq kiyimlarni obzor qilib berishga harakat qilaman, chunki oranglarda sarpo yig'ayotgan qizlar aniq bor va bor bo'lishiga qaramasdan bir nechta juda ham ko'p. O'shaning uchun shunaqa toshli asal modelimizni ko'rsatib bermoqchiman qizlar. Gucci'dan ko'rsanglar bo'ladi, toshlarini qanaqa chiroyli miltillayapti. Prosta oddiy kamera qizlar, lekin miltillashini ko'ryapsizlarmi? Hayotda ko'rsanglar, rostikasimiga ko'zni qamashtiradigan darajada ideal. Toshlari uncha-munchaga to'kilmaydi, baraka topib, chiroyli qilib dushmanlarning ko'zini yondirib kiyib yurasiz. Sarpiylarni ham bitada ochib beradigan modellar. Narxlarini o'ziga qarab chiqazganmiz, qizlar. Har xil firmanikida bularimiz. Qaysidir biri Gucci'dan, qaysidir biri yana boshqa firmadan, mana mana Labutindan ekan. Buni ham toshini qaranglar, sizlar qanaqa chiroyligini, teglari yumshoq, oyog'inglarni ortmaydi. Mana seriy rasyotkasiga o'zingizlar bitta baho beringlar.